Ah, bu nima uxlolmadim bugun. Shunchalik ovozdan. Salom do'stlar, bu men Kompot va sizlar bilan xayrli tong. To'g'riroq xayrli tong desa bo'lmaydi, chunki qishloqlar nima? Bu nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nima qilishyapti bular? Qishloqqa, menga qara. Nima qilyapsanlar o'zi? Undan ko'ra mana bu narvonni ushlab tursang bo'lmaydimi? Qanaqa narvon yana? Buni nima qilyapsanlar? Bizni qishlog'imizga bitta tovuq hujum qiladi ekan. Nima? Tovuq? Bu kulgili-ku. Kulgili, lekin u juda qudratli. Bittagina tovuq uchun shunchami? Bo'lmasa seni ham o'ldirib keta oladi. Hazillashma qishloqqa. Hazillashganim yo'q. O'zingdan ko'r bo'lmasa. Mayli, men bunga ishonmayman. Qani bu yerda nima qilyapti? Salom Kompot. Salom. Yaxshimisan? Bugun bizni qishlog'imizga tovuq hujum qiladi ekan. Yana qanaqa tovuq? Hazillashyapsanlarmi senlar? Yo'q, biz hazillashganimiz yo'q. Mana bu yer uzoqroq. Bu yerda suv bor, bu yer qorong'i, bu yer tepa. Oddiygina bitta tuxum tug'adigan tovuqqa shunchami? Bu oddiy emas, juda kuchli. Mayli, nima qilishing unda o'zing bilasan. Unda bu men senga kuchli deyapman. Nima, u pati bilan bizni uradimi yoki tuxumini otadimi bizga? Yo'q, u juda kuchli deyapman men senga. Hazillashmayapman, to'g'risini aytyapman. Unday bo'lsa men sening gapingga ishonmayman. Ishon Kompot. Ishonmasang o'zingdan ko'r. Bolalar, bu bizga bitta tovuq hujum qiladi deyapti. Qanaqa tovuq yana? Men buni gapiga tushunmadim to'g'risi. Unda bularni ishiga e'tibor bermaymiz-da. O'zimizda uyimizda narsalarni olib chiqamiz, bu yerda dam olib, qurishini ko'rib o'tiramiz. Yana qanaqa narsalar qurayapti bular? Qasr deymi? Avtomat pistoletlar deymi? Mayli. Bu yer hali bitmabdi. Siyoh rang qishloq. Kompot qalaysan? Men yaxshiman. Nima qilyapsizlar? Men tushunmayapman. Bugun bizni qishlog'imizga tovuq hujum qiladi ekan. Mayli. Bo'pti, unda biz ketdik. Nima qilayotganini to'g'risi tushunmadim bularga. Unda biz uyimizda narsalarni olib chiqamiz. Mana kompyuter o'ynab o'tirdim. Salom qishloqqa. Bitkazib oldik. Sen ham kir xohlasang, bo'lmasa seni ham o'ldirib tashlaydi. Yo'q, men kirmayman. Nimcha chiroyli bu bo'lmasa. Kirib ko'rsam maylimi? Mayli. Xohlasang u yerda qolaver. Yo'q, men u yerda men qolmayman. Lekin kirib ko'rishim mumkin. Unda kirib ko'ramiz. Yo'q, bu bombalar nima? Bomba tovuq bilan urishgan. Tovuqqa shuncha narsa qilish kerakmi? Yo'q, u o'lmaydigan tovuq, o'ta kuchli. Mayli. Bu yerga nima qo'yishgan? Bu yerga ham qo'yibdi. Bu qanaqa avtomatlar bo'ldi? Bu tovuq bilan jang qilish uchun. Tovuq bilan jang qilish uchun shunchalikmi? O'zini
O'zi nechta tovuq? Atiga bitta. Atiga bitta? Bitta uchun shunchami? Ha, shuncha. Ha. Bu kulgili-ku. Kulgili emas. Ama panchanalar nima? Nima bo'lgan bu yerga? Ha, Shuncha qishloqni buzib shunaqa qurish shartmidi? ha, shart edi. Buni qurmasa iloji yo'q edi. U bilan urushishda iloji yo'q. Atiga bitta tovuq, bitta. Ha, mayli, o'zi biladi. Unda men bu narsalarni olib chiqib oldim. Ularni qo'yamiz, ko'ra yeb o'tiramiz va o'tirdik mana. Ana tovuq hujum qilyapti, qishloqlar. Tezroq shoshilish kerak. Kapot pastda turibdi. Ana bolalar, tovuq keldi. Oddiygina tovuq xolos-ku bu. Ana o'ynashini qaranglar buni. Ey tovuq. Senga kola beraymi? Kola beraymi? Nima senga kola? Ushla. Bormadi. O'zi bu tovuq nima qila oladi? Nima? Qishloqlar nima qildi buni? Men uyimda yo'q bu. Hozir bularni boplayman. Yaramaslar, men kelish. Och eshikni, och deyapman. Och. Hey, nima qilding meni uyimda? Kechir, men buni ataylab qilmadim. Yana qanaqa ataylab qildingsiz? Kechir, ataylab qilmadim. Yana nimalar qilyapsizlar sizlar? Buni men qilmayapman. Unda kim qilyapti? Mana shu bittagina tovuq uchunmi? Hozir men buni chiqib o'ldirib tashlayman. Buni o'ldirishda ilojisiz. Hozir buni o'ldiraman, tovuq qanisan? Hozir naryoqdan avtomatlarni olib kelamiz. Buni olamiz. Endi ketdi. Hali sen tovuqqa ko'rsatib qo'yaman. Seni o'ldirib tashlayman, bitta otsam o'lasan. Mana senga mana. To'xtanglar. Nimaga bu o'lmayapti? Shunchalik kuchli bu. O'zi bu nima qila oladi? Nima? Buni tugab qoldi. Yana portlatdim. Mayli. Unda pastga tushamiz-da, bu yerdan otamiz. Yo'q, bu yerdan otib bo'lmayapti. Mayli. Unda boramiz. Qishloqqa. Kapotga qara, o'zing ayt. Nimaga qaraydi? Qara, senlar meni uyimda nima qilishding? Buni ataylab qilmadik. Kechir bizni. Kechirmayman. Hozir aylanib ko'raychi, bu yerda qanaqa ekan. Qaranglar do'stlar, men uyimni portlatib yubordi. Bu yerda hech narsa yo'q, hech kim yo'q. Unda naryoqqa chiqamiz. Nima? Qishloqqa nima bo'ldi? Tur o'rningdan, tur. Nima bo'ldi senga? Nima bo'ldi? Tur o'rningdan. Tura qol deyapman. Tur. Nima, buni tezroq qishloqlarga aytish kerak. Qishloqlar. Qishloqqa anida qo'noqqa yotibdi ekan, boshi yorilibdi. Qani? Kim bor? Uyida ham yo'q. Demak, u bizda qishloqqa qochib tur. Bolalar, shu joyda videomiz o'z nihoyasiga yetadi. Xayr.